Ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuv, Jasmin Trans qayerda? Haqiqatmi yoki yana sirli holat? Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomiz keng tarqalishi uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Jasmin Trans bilan bog'liq yana xabarlar keng tarqalib, internet foydalanuvchilar orasida katta muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Xususan uning dugonalari qamoqdan chiqqanligi haqidagi xabarlar Instagram orqali tarqatildi va bu holat ko'plab savollarni keltirib chiqardi. Ma'lum qilinishicha 5 nafar transdan iborat guruh Instagram orqali ko'rinish berib, ular aslida allaqachon 13-dekabr kuni qamoqdan chiqqanligini aytgan. Ularning so'zlariga ko'ra, o'sha vaqtdan beri Instagram tarmog'iga chiqishlariga cheklov qo'yilgan va faqat hozirgina yana tarmoqdan foydalanishga ruxsat berilgan. Shu sababli ular uzoq vaqt ko'rinish bermaganini ta'kidlashgan. Endi biz ozodmiz degan gaplari ijtimoiy tarmoqlarda tezda tarqalib ketdi. Biroq muhokamalarning eng qiziq nuqtasi oralarda nega Jasmin Trans ko'rinish bermagani bo'ldi. Agar ular haqiqatdan ham ozodlikka chiqqan bo'lsa, nega Jasmin haligacha jamoatchilikka ko'rinish bermadi? Shu savol hozircha ochiq qolmoqda. Ayrimlar bu xabarga ishonmayapti. Yana boshqalar esa Jasmin hali ham qamoqda bo'lishi mumkin degan taxminlarni ilgari surmoqda. Shu bilan birga faqat Jasmin Transning audio yozuvi tarqatildi. Unda Jasmin go'zallik ortidaman degan gapni aytgani eshitiladi. Bu gap esa yanada ko'proq qiziqish uyg'otdi. Balki u yangi ko'rinish, yangi imij bilan chiqmoqchimi? Balki u butunlay o'zgargan holda qayta jamoatchilik oldida chiqmoqchidir. Bu savollarga hozircha aniq javob yo'q. Yana bir jihat internet foydalanuvchilarini o'ylantirmoqda. Jasmin Transning menga qarshi chiqqanlar hali javob beradi degan gapi ko'pchilikni hayratga qoldirdi. Bu gap ortida nima ma'no bor? U kimlarga murojaat qildi? U qaytib kelgach qandaydir keskin chiqish qiladimi? Eslatib o'tish joiz, avvalroq bloger Abror Muxtorali ham Jasmin Trans qayta qamoqdan chiqmaydi deb ishonch bilan gapirgan edi. Endi esa vaziyat butunlay boshqacha tus olayotgandek. Agar Jasmin haqiqatdan ham ozodlikka chiqqan bo'lsa, demak oldingi taxminlar noto'g'ri bo'lib chiqadimi? Yoki hali ham ma'lum bo'lmagan qandaydir holatlar bormi? Hozircha bu voqea sirligicha qolmoqda. Jasmin Trans qayerda? U nima bilan band? U haqiqatdan ham ozodlikdami? Yoki hali hammaga aytilmagan haqiqat bormi? Bu savollarga hozircha aniq javob yo'q. Vaqt barchasini ko'rsatadi. Siz nima deb o'ylaysiz qadrli tomoshabin? Fikringizni izohlarda qoldiring. Bizni kuzatishda davom eting. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang.